Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Lager shohidi Gulbahor Jelilovaning Tayvandagi guvohligi zo'r ta'sir qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Cumhuriyet bayramimizni xotirlash haqidagi chaqiriqi. Amerika Uyg'ur birlashmasining 9-navbatlik saylimi o'tkazildi. Kanadaning Vancouver shahrida 2019-yillik musulmon ayollar ovozi mukofoti yig'ini ochildi. Tövəndə diqqətlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Lager şahidi Gülbahar Jelilovaning 24 oktyabr kuni Tayvan parlamentida bergan guvohligi xalqaro matbuotlar va ijtimoiy tarmoqlarda kuchli inkas qo'zg'adi. Tayvan Sharq Turkiston jamiyatining raisi advokat Xichavdongning Lager şahidi Gülbahar Jelilovaning lager haqidagi guvohligining kuchli inkas paydo qilganligini bildirib, mazkur guvohlik faoliyatini Tayvan Sharq Turkiston jamiyati bilan Tayvan Tibet do'stlik jamiyati birlikda uyushtirgan sepilsiz turma Uyg'urlarning buguni nomli ko'rgazmaning muhim bir tarkibiy qismi ekanligini ta'kidlab, Gulbahor Jelilova o'zining Xitoy lageridagi echinishli kechirmishlarini İlham Mahmud apandining tarjimonligida anglatib, zo'r ta'sir qo'zg'aganligi, shundaqla guvohlik berish yig'inining naq maydonda ko'rinishi inglizcha, Xitoy taratqular va ijtimoiy aloqa munbarlarida keng tarqatilganligini bildirdi. Dünya Uyghur qurultiyining Yaponiya va Tinch okean rayonidagi vakili İlham Mahmud lager shohidi Gulbahor Jelilovaning Tayvanda o'tkazilgan guvohlik berish faoliyati va mazkur faoliyatning maqsadiga to'xtalib, Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarning haqiqiy yuzini anglatish ekanligini ta'kidladi. Gulbahor Jelilova o'zining bu qitimli guvohligida ilgari taratqularda anglatish imkoniyati bo'lmagan ba'zi ahvollarni anglatganligi, ya'ni soqchilarning so'roq qilish jarayonida o'zini lagerdagi boshqa ayollarga o'xshash atalmish yo'lbos o'rindiq o'ltirg'izib, jinsiy xo'rlash ilib borganligini, tug'utliq ayollarni bu vaqtlardan majburiy ayirib lagerlarga solib olganligini, o'z yotgan kamerada 14 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan gunohsiz ayollarning borligini, 20-30 ayolning bir kamerada sesqichilik qoplagan muhitda suvsiz va tamoqsiz qoldirilganligini, tutqunlarning badanini yara besib, yallig'lanib, pitlab ketganligini, nurg'un ayollarning doğru berilib xomush qilinganligini, bu xil ichinishli ahvollarni qayta aslash va bayon qilishning o'z uchun shu qadar azobli jarayon ekanligini, shundaqdimi o'zining lagerda billayotgan ashu begunoh qarindoshlar uchun xalqaro taratqularda haqiqiy ahvollarni davomli anglatishni o'zining bir insonlik qarzi deb qaraydiganligini so'zlab o'tganda, so'zini tarjima qilib berayotgan İlham Mahmud apandi va yig'in maydonidagi anglovchilarning o'zini tutib olmay yig'lab ketganligini bildirgan. 1933 yılı 12 noyabr günü ve 1944 yılı 12 noyabr günü tariximizdeki şanlıq bir gün bulup, iki qatımlıq müstakil Şərq Türkistan Cumhuriyeti'nin kurulgan günü. Bu münasebet bilen Dünya Uyghur Qurultayı Cumhuriyet bayramımızını hatırlaş hakkında çağırıq kıldı. Şərq Türkistanlık aziz qeyrindaşlar, 12 noyabr günü bolsa ecdatlarımız yakın tariximizde iki qatım Cumhuriyet kurup, müstakillik bolgan teşnalıqımızını ve iradimizni namoyon qilgan gün. Cumhuriyet günümüzni hatırlashimiz ve bu cumhuriyetler üçün hayatlarını pida qilgan şehitlerimizni aslash, ularning ruhiga duo qilish bizning vijdoniy, diniy ve milliy burchimiz. Aziz milletimiz ve qadrdon dahilerimiz yaqin tariximizda, ya'ni 1933 yılı 11 ayının 12 günü ve 1944 yılı 11 ayının 12 günü mustaqil cumhuriyet kurup, Şərq Türkistan xalqining milliy erkinlik irodasini dunyoga jakarlash bilan qolmay, balki Şərq Türkistan xalqining yuksak demokratik engini dunyoga namoyon qilgan edi. Bundan 70 yil ilgari dunyoda demokratiya tushunchasi texi amdil bix urayotgan. Cumhuriyet tushunchasi dunyoning intayin az bir qism rayonlarida shakllangan bir sharoitda ajdodlarimizning dunyoga cumhuriyet e'lon qilib, millatimizning demokratik engini namoyon qilishi intayin ahamiyatli bir hodisa edi. Demak, 70 yil ilgari cumhuriyet qura olgan, demokratiyani namoyon qila olgan bir millatning demokratiya insoniyatning umumiy qimmat qarashi va eng adil hokimiyat shakli bo'lib qabul qilinayotgan bugungi kunda demokratiyadan bahramon bo'lish, demokratik haq huquqi uchun, erkinlik uchun kurash qilish muqarrardir. Dünya Uyghur Qurultayı barliq Şərq Türkistan təşkilatlarını, siyasi fəaliyyətçilərimizni və kən avam xalqimizni hər yılqıga oxşashla bu yılmı hər xil şəkillər bilən xatırlash fəaliyyəti ötküzüşkə, bu xatırlash fəaliyyətləri bilən vətəndaşlarımızı, cümlədən yaş nəsillərimizni Cumhuriyetimiz haqqında çonqur düşənçəyə ega qilish, milli ruhini uyg'otish, milli davoyimizga bo'lgan sadoqatini kuchlantirishga chaqirdi. Amerikadagi Uyg'urlarning eng cho'ng ommaviy tashkiloti bo'lgan Amerika Uyg'ur birlashmasining 9-navbatlik saylimi 26 oktyabr kuni g'alabalik o'tkazildi. Amerikaning Virginia, Maryland va boshqa shtatlardan kelgan 300 Uyg'ur jamoati 26 oktyabr kuni bir yerga jam bo'lib, 2019 yillik saylam komitetining nazoratchiligida 9-navbatlik saylimi oshkor bilet tashlash usuli bilan rais va hay'at a'zolarini saylab chiqdi. Saylam bilet tashlashdan avval Amerika Uyg'ur jamiyatining yo'qlikdan barliq kelish va zo'riyish jarayonida ishlangan xizmatlar aslab o'tildi ve fidokorlik bilan xizmat qilgan shaxslar yig'in ahliga doklad berdi. Saylamda har qaysi joylardan kelgan Uyg'ur jamoati bu qatimki raislik nomzodiga o'zini ma'lum qilgan Quzzat Altayni qo'llash yoki qo'llamaslik bo'yicha o'zlarining saylam beltini tashlagan bo'lib, oxiri Quzzat Altay saylam ahlining 95% qo'llashi bilan Amerika Uyg'ur birlashmasining yangi bir navbatlik raisi bo'lib saylandi.
Saylamdan keyin Quzat Altay va hay'at a'zolari o'zining navbatdagi vaziyatni qilmoqchi bo'lgan ishlari haqida saylam ahliga ma'lumot berdi. Shundaqla ko'pchilikning so'ragan savollarga tegishli javob berdi. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining raisi Tuyg'un Abduyli 2019-yili 10-oyning 25-kuni Kanadaning Vancouver shahriga berib, u yerdagi Sharq Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlar bilan ko'rishdi. 2019-yili 10-oyning 26-kuni tushdan keyin soat 7dan 10gacha 2019-yillik musulmon ayollar ovozi mukofoti yig'iniga qatnashdi. Bu yig'inda Kanada Sharq Turkiston jamiyatining ayollar komiteti bilan mudiri Tunsa qiz beritish, Kolumbiya o'lkasi bo'yicha adil jamiyat barpo qilish ilg'ori bo'lib mukofot nomzodiga kirgizildi. Yig'in riyosatchilari Uyg'ur musulmonlarining beshiga kelayotgan zulmlar, irqiy qirg'inchiliklar va lagerlar haqida so'zildi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.